Tepki bo'lsa, teptirib yuradiganlarga o'qib beraman. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf zikr ahlidan so'rangni birinchi toni. Egizaklarning onasi tepsa, tepki ketadimi? Mening Fotima va Zuhra ya'ni egizak farzandlarim bor. Ko'pincha tanish bilishlar farzandlarning bo'yniga tepki kelganda uyimga olib kelib teptirishadi. Aytishlaricha egizak tuqqan onalarning tepki kasalligida davo bo'lar emish. Men esa bu islomga zid emasligi deb o'ylab qoldim. Bismillahirrohmanirrohim. Javob. Bu ma'noda islomda hech bir ko'rsatma yo'q. Ya'ni egizak farzand tuqqan ayolning tepkisi bolalarning bo'ynida paydo bo'ladigan tepki deb ataladigan bemorlikka davo bo'ladi degan ma'no hech qayerda yo'q. Bu narsa diniy, ma'rifiy, e'tiqodiy kitoblarimizda ham yo'q. Musulmon tabiblarning muolaja uslublarida ham yo'q. Bu gap xalq ichida odatga aylanib qolgan narsalardan biri bo'lib, ma'lum bir shahar, mahalla, qishloq yoki yurtning o'ziga xos odati deb tushunishimiz mumkin xolos. Shar'iy ma'noda bunga hech qanday dalil, hujjat suyanadigan musnad yo'q. Vallohu a'lam. Men kitobdan o'qib beryapman. So'z qo'shganim yo'q, so'z olganim yo'q. Shundan keyin ham tepki bo'lib qolsa, teptiradiganlarga, teptirmoqchi bo'lganlarga jo'natib qo'ying buni.